Assalomu alaykum arkadaşlar. Biz hamda o'ng tarafdagi xabar betning xabar tur bitini yasaymiz. Tunigan sol tarafdagi xabar betning bosh bet nusxasini yasagan shunaqo to'nigidek. Xo'sh. Endi biz xabar betning o'ng tarafidagi xabar tur nusxasini yasaymiz. Bunda bo'lsa bundan birinchi xabar turi Şinjan xabarlari shunaqa. Men avval shu bosh bet nusxasini bir nusxa ko'paytirib olay. Ko'chirib choplab oldim. Andan keyin buning ismini Şinjan qilib berdim. Endi mushni qo'shib ijro qilaman. Buni qo'shib ijro qildim. Şinjan HTML oldimi? Andan keyin bununki programını işlay, asli kodunu. Muşu növetki hüccetini endi men qanday qilaman? O'zgartiraman. Endi men o'zgartiraman. Xo'sh. Endi men sol taraf qarag'imsa, hozir 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi quruq shunaqa. Undadim 4-chi quruq shunday shunama. Buni men 5-chi quruq 5-chi quruq shunday shunama. Lekin buniki 6-chi quruq yo'q. 7-chi quruq bor. Ondan sonra 4-chi qur 5-chi qurni o'zgartirishim kerak ekan. Xo'sh. Endi 4-chi qur 5-chi qurni o'zgartirishim kerak ekan. Men sol tarafdagi bosh betning 1 2 3 4 5 5-chi qurni mazmunni men o'ng tarafdagi 4-chi qurni o'psam o'xshamdiki? O'xshaydi. Endi o'ng tarafdagi men 5-chi qurga buning yana o'zining boshqacha bo'lgan layan tüzme mesela hazır ben mayani mağurunda üstü yapırma şuna onu bu 1 2 3 4 5. kur mayani maşaf küçük olayım maşa geçe 5-chi oxir mushuga buni ko'chirib oldim. Endi mana shu 4-chi qurga qabul etaman. Qabul etaman. Bu vaqtda 4-chi qurning o'rnini men aslida mazmun ib ketdi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Andan keyin men aslida quturlarga mayaga. Bu yerga endi men chiqargan mazmunni yo'layman. Hozir biz tunigan ma turbat yasagan vaqtda ma aslida ko'paydigan mazmun hammasi ma o'xshash mazmunni 8-ga kelib ekan-ku. Ma aslida 8 mayani boshqa ko'chirib doiraga ilib ma aslida talab oldik. Endi o'chirib. Endi qaraymisak maqsaddan bo'ldim bu. Üstü bir xil asticha, ustida asti bir xilligi men aslida o'zgartirdim endi. Bunda o'zim loyiha rasmini ko'rib baqlay. Ma'nodaka. Endi buni o'zgartmoqchi bo'lsak, biz buni ma'lum shaklda o'zgartsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, o'tirdan yana birisi ayirib, ma o'ng tarafga tavsiya maqolalar, e'lon tashviqot, anonimlikniki, hamkorlashgan o'rinlar, u bo'lgan mazmundan chiqarsa bo'lsa ostiga. Men sol tarafga xabarlarni sizning shu bilan chiqib berdim. Ma loyiha bu chiqamay, yani biz ma o'ttirib yemirsin ayirib, o'ng tarafga boshqacha mazmun, endi men sol tarafga xabar temasini chiqirdim. Ashuna qilamdik. Bundan so'ng asosiy jadvalni 2 ga ayirishim kerak. Asosiy jadvalni 2 ga ayirishim kerak. Bundan so'ng buning o'zi. 1 2 3 4 5-chi qurg'u. 5-chi qurni 5-chi qurni 5-chi qurma ishligima table bo'lmaydi, ha? Ma table'ni o'chiramiz. Ma table maydan boshlandi. Men oxirlashdi. Buni o'chirib. Ham nima qilib qoldi? Yo'g'on bir tal qata qilib qoldi shunama. Men endi kichkina yo'g'on bir tal qata qilib qoldi. Endi mushkilning ichiga mush nima qataning o'zini biz ikki so'm bilib bersak, bu vaqtda diqqat, mush qataning o'zini
Kichik mushkatan o'zini biz 2 so'm bilib bersak, ma kangrisimi, mayal yo'g'annimi, mayal kangrisimi, men o'zimni bir tedi yo'g'an bir o'zim birlam ichidan ma'lum hammasini biz ko'zma 2 dan qilib bersak bo'ldi. Shunami? Ko'zma 2 dan qilib bersak bo'ldi. Mana hammasi birlam qurdan, birlam sonda necha qurlik narsa ma. Hozir men o'zimni yo'g'an bir katashning ichida bir jadval ishlab jadvalni ichiga kirgizgan narsa. Men o'zim birlam katashning ichida, men o'zim yo'g'an bir birlam katashning ichida 1 2 3 4 5 6 7 8 soliq katashni biz qusurlagan. Tushundingizmi? Shunday bo'lgandan keyin ko'lsman manjidan qilib bersak bo'ldi. Shu eng yaxshisi bu yerga yana katashni bir qusturlang, jadvalni bir. Men kuchlayman chapladim. Bu jadvalniki. O'rdasi 0 olsun ha. Ko'rmay qilib qolsa bo'ladi. 10dan birga, 10dan birga 2 so'm bilib bersa bo'ladi, lekin ko'rinishni vaqti yo'q-ku. Endi kanalga 100%. Bunun ichiga mazmun endi. KR TD yine TD bunu ayrı aldık. Endi 2 so'm bo'ldi. Mana bu ketdi. Mana qarang ha. Mayli bilindi-ku. Lekin ichida mazmun yo'q. Nima ayrildimi? Xo'sh. Endi mashinaga biz mazmunni yozamiz. Mazmunni yozamiz. Endi bularni bilib beray endi. Ma o'ng taraf qismi. O'ng tarafdagi barliq mazmun. O'rtaga kelsin. Buningki kanaliga 35% ha? Sizgina mana 35% qo'y. Mashina o'sha chiqsin. Shuna qo'y. 35% bo'lsin. Endi men aslan qismga 65% ha? Xo'sh. Yana men aslan qism biz mana tüp tuzdan chiqib qo'ymay azroq mana manda ko'kga chiqarib boshlamdik yoki bevos chiqaversinmi? Ayol bevos chiqaversin ha? Bevos chiqaversin. Agarda ko'kga chiqqan qilmasak Madayn yanımız köpəytib, yeni bir parça quruqsaq oldu. Şanlıma, mən din elütə yendi. Ha? Manam bu? Ha, buldu. Endi mən o'ng tarafga, mən o'ng tarafga men asli hozircha men rasmni birini qisqib turay hozir. Mana rasmni. Buningki kengligi 250lik. 220 250 bo'lsin. Nima chiqdi-ku? Ondan kendigini 220 qilib baqacha. 250 bo'lsin. Endi men sol tarafga keldik. Sol tarafga biz texnik mazmun yazsak bo'ldi. Sol tarafga eng yaxshisi TD'dan birini yozadi. Table'dan birini. Buna var.
Bir qur bir qataş bo'ldi. Ana biz buni jiqcha qur qilamiz. Jiqcha qur qilamiz. Mana qa. Birlam son 2 son qilib berlar bo'lmasa. Mayaga xabarim temsa, mayaga yo'llangan vaqtda yoki ko'rilishi bo'lsin bo'ladi. Ashuna bo'lsin, ha? 2 son qilib. Birinchi sonniki kamligini 75%. Hisob bo'lsin. Ana ikkinchi sonning kamligini 65 ya 35% bo'ldi, ha? 25% bo'ladimi deya buniki? 25%. Endi buning uchun mazmun o'rta to'g'rilansin. Endi mayga men mazmun yezitay. Keniga bir yer yezib qo'yib bo'lmasa qurtashmay qoladi. Yoki bo'lmasa biz buni texnik chiroq chiqarish uchun mana qiladi. Har bir mazmunni birdan quruq yezib beramdoq. Ashuna qildi, ha? Ha. Mana ilib oldik. Andan keyin yo'llangan vaqtiga anaga. Yo'llangan vaqtiga bu yazılmış oldu. 2014-yıl 1-ayın 31 günü, ha? Maqulni küçük aldı şuna qo'y. Küçüdük, çaplıdıq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok saxladı. Mana qazanma chiqdi mamayaga. Mamaya chiqdi. Endi meniki kamligi nima? Mana 8 olsa 250% aytadi, maya kelsa 800, 200 kelsa 550, 500. Taxminan meniki kamligi 400 qilib turib qo'y. Ben 75%'ni mayda alma şutum ben, ha? 75%'ni töz koyaptım. Hem de 20 hemen körüp bakla. Ha bulduk, ha? Ananın keyin her bir qur'un egizigi olmayadi. Her bir qur'un egizigi var. Bununki tiyar menimcha oxirlashgan. Avval shu bir qo'l o'lchamni chiqarib olgandan keyin qolganini ko'paytirib tamomlay, ya. Qur'ninki taktiga rasm ishni boqing. Moskvaga rasm. Ben resim işitli. Ben küçük oldum. Ben resimciye çapladım. Bunun ismi Newsbig G resim, ha? Bunu ben tidiniki astığa, yani kendiye. Bu resmin içindeki Newsbig G resim. Aynı kara bakla. Maya çıktı mı bu? Bu maya çıktı. Çıktı. Ne var ki bu qur'ning egizigi ne? 50. Benim. Ma resimninki tek resim programmasını astıqım öyle tek. Maya ipeme yan yaxşı. Bu ya maniminki. Umum qarashniki. Ama table'ning ichidagi mana yozamiz. Ananiki buni egiziga. 50 olsun. Ma üstlikse ajniyat o'zini tarkiniki. Ma table başdan table oxirlashdi. Ishik jedil mavqu. Mesela bo'lgandan keyin bu mazmunni gayet bo'lish kerak. Ma'lumotni arni men oxirlashtirgan yavati.
Biz master'daki katakka çakılmayız vallahi ha. Bunun kanını belep edik. Ne yoğun katakka. Şunu ama biz bunun içindeki mayır bir table var. Bu table'ninki igizligi Kur'un her bir Kur'un igiz 50. Bununki men o'ngtirib ma o xabar temiz yozilgan davrning kengligi 400. Sol tarafninki kengligi 100. Ana bo'ldimi bu? Xabar temiz maya yezishim kerak shunaqa. Ma 400 ta kenglikka qilmasa buni 300 70 qilib berdim. Xo'sh. Hamda buniki ma rasmni ma taqdim etib beray. Ma kingsi ha. Ha bo'ldimi? Lekin maya qisqib qoldi. Undan bo'lsa buni 120 qilib mana 380 qilay. Xo'sh. Yana qisqa. Undan bo'lsa mana 130 qilay. Endi bo'ldi. Mana rasmni o'rni bu. Xo'sh. Endi buning o'zini mana qurdum ko'paytiraman. Küçüldüm. Çapladım. Neçim ketdim abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oldu mu? Ma buldu mu? Ma buldu. Endi mayaga. Muşum munosabatlik başka mezmundan alamiz. Bu yerga marasim e'lon tashqi chekdim. Bu resim maya chiqdi. Bu mau shu. Bu qurni yarim olaman resimni deb marasimni o'zi bilay, ya. Ya'ni resim 4-numar resim bu. 4-numar resim bo'lsa ustida. Mana üstsüz oldu. Muş. Bundan hem de 5. numaralı resim kıstırayım. Hep 3. numaralı. Meyma çıktı mı? Hoş. Ondan sonra bununki ben igizgine 6'lık bir bakayım. Hoş. Bu bakma resim kim eken? Kişiler cahit duruyorsun. Ma düşünmüş oldum ha? Hoş. Endi resim yeni resim 3. numaralı resim. 2. numaralı. Ma bu yerga biz o'zimiz xohlagancha mazmundan yozsak bo'ldi. Tushunadingmi? Endi men ostiga oldingi bet, keyingi bet, jami xabar mancha degandek bunday mazmunlar bor-ku. Shuni chiqaramdiq. Bu ne? Nega sanama table'ni sirtiga? Ma table qaysi table? Bu table mushu textiga rang berilgan jadval bo'lgan mush table shunaqa. Bu table'ni sirtiga bersak, materiya bor. Buning ichida yana kichik table, uning ichiga table bo'lsa bu yo'qmi ayrim ikki ston ayrilgan bir table bormi edi? Siz ko'rmagan table shuniki. Endi men shuni sirtiga mayaga. Bu yerga men mazmun yozaman. Bu yerga mana ko'cha olay, mana chaplab maydim bo'lsa. Bu yerga table'ni bir chizaman. Table'ninki kengligi 100%. Table oxirlashtirdim. Endi bu yerga yana TR boshladim. TR oxirlashtirdim. Anonninki 20 ga mayaga.
Tidi. Bunu küçülüp köpeyte ya. Tidi çıktı. Bunun içine mazmun yazayım. Oldingi bet. Keyingi bet. Oldingi bet, keyingi bet. Birinchi bet. Oxirgi bet. Jami 10 parcha. Deb yozib qo'ydim. Bu maya chiqdi-ku. Xo'sh, endi buniki taylik rangini sal men to'g'rilab beray, ya. Mana taylik yozaman. Taylik rangini mana alat bo'lsin. Ha bo'ldimi? Mazmun o'to'g'ri chiqsin shunaqa. Mazmun o'to'g'ri kelsin. Endi buniki buni bu yerga yozmaymiz. Mana mazmunni. Mana tezda yozamiz, ha? Yana buning egizligini mana qilib beray. Bo'ldimi? Xo'sh. Endi nimiz qoldi? Men xatcha kichikroq chiqsinmi? Xatcha kichik chiqsinmi yana? Shunaqa. Yuzniki normal xatning cho'nlig'i. Ustiga chiqib turgan, menga sal xatni kichikroq qildi. Bundan bo'lsa, buni biz fontni ishlatamiz. Font size'dan 8. Haqiqatan kichikmi bu? P2. Beşinci numaralı. Ondan sonra birinci numaralı. Ondan sonra üçüncü numaralı. İkinci numaralı. Ne buldu mu? Şundan ben haber verdim tuttu mu? Anladım bir görünler. Anladım ki biz mezmun görüş bitini işleyimiz.